xotira yoki qaror qabul qilishda muammolar bormi? Bu shunchaki qarilik belgilari bo'lmasligi mumkin. Miyada qon tomirlari shikastlanganda miya kislorod va oziq moddalardan mahrum qolishi mumkin. Bu esa qon tomirlari demensiyasi deb ataladigan holatga olib keladi. Bu kasallik miya hujayralari o'rtasidagi aloqani izdan chiqaradi, kognitiv funksiyalarni susaytiradi va hayot sifatini sezilarli pasaytiradi. Qon tomir demensiyasi bor insonlarda mantiqiy fikrlash va masalalarni yechishda qiyinchiliklar, rejalashtirish va qaror qabul qilishdagi muammolar, xotira va diqqatni susayishi, kognitiv funksiyalarni umumiy yomonlashuvi kabi belgilar uchrashi mumkin. Yurak kasalliklari va insult xavfini oshiradigan omillar qon tomir demensiyasi uchrash ehtimolini ham kuchaytiradi. Bularga yuqori qon bosimi, xolesterin darajasini yuqori bo'lishi, qandli diabet, chekish, obstruktiv uyqu apneyasi sindromi kabi kasalliklar kiradi. Agar bu holatlar o'z vaqtida davolanmasa, miyani mayda qon tomirlari zararlanadi. Bu esa vaqt o'tishi bilan kognitiv, ya'ni aqliy funksiyani asta-sekin yomonlashishiga olib keladi. Xotira, fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini baholash uchun kognitiv testlar, MRT va KT tekshiruvlari, qandli diabet, yuqori xolesterin va boshqa yondosh kasalliklarni aniqlash uchun qon tahlili, yurak va qon aylanish tizimining holatini baholash uchun kardiologik tekshiruvlar kerak bo'ladi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda xotira bilan bog'liq muammolar, kognitiv funksiyalarning pasayishi yoki qon tomir demensiyasini boshqa belgilar kuzatilsa, zudlik bilan nevrologga murojaat qilishingiz darkor. Chekish kabi zararli odatlardan voz kechish kasalligingizni rivojlanishini sekinlashtirishi va miya salomatligini saqlashga yordam berishi mumkin. Med 36 uchun sizlar bilan doktor Dilshod Tursunov bo'ldi.